turmushga chiqar ekan 23 yoshida. Xullas, ikkita farzand ko'radi. To'y bo'lmaydi. Dugonalarining to'yiga borganda oq libos kiyganlarini ko'rib, mana shu ignidagi oddiy bir material 1 metrmi, 3 metrmi, necha metr bo'lsa ham bu oddiy matoh material. Mana shu materialdan libos tikilgan, ya'ni bu kelinlarga xos oq libos bo'ladi. Do'stlar, bu opamiz do'stini, dugonasini, og'aylarini to'yiga borib, o'sha oq libosdagi kelin kuyovlarni ko'rib, hamisha yuragi jiz-jiz etadi. Chin yurakdan aytinglar, sizlar rozimisizlar mana shu oqbatani bu kishi kiyganiga? Boringki 1 million turar, 2 million turar, dunyo turmaydi-yu. Nima deysizlar? Men noto'g'ri ish qilgan bo'lsam, shu qizni xursandchiligi uchun hammasiga roziman. Bugun sunnat to'y bo'lyapti. Sababi sunnat to'yining ichida singlimiz aytayapti-ki, akajon, men bir oq libos kiymaganman. İnsanlar kulsin, do'stlarim qo'llab-quvvatlasin. Bugungi kunda men yolg'iz qolganman. Bolalarim katta bo'lsa, bu kunlar o'tib ketadi. Meni ham bag'rim gullarga, xursandchiliklarga to'ladi. degan gaplarni qanchalarini o'sha videoni boshlashdan oldin bizga shu gaplarni aytib kelgan. Biz sunnat to'yiga dasturxon yozdik. Opamizni to'yiga imkoniyati cheklangan, ya'ni qiynalgan oilalar, ko'zida, oyog'ida nuqsoni bor insonlarni savobga to'yga chaqirgan. Endi esa bugungi mavzu sizlarga qanchalik qiyin bo'lishi mumkin, ochig'ini aytish kerak. Ersiz kelin bo'lyapti. Ya'ni turmushidan ajragan, eri yo'q, ikkita bola bilan qiynalgan. Bu ayol ijarada turadi. Xullas, bitta bolasi ozroq mazasi yo'q. Ikkinchisi siyishga qiynalganligi sababli uni o'sha chuqroq qilish kerak bo'lgan. Bobojon aka, erta katta bo'lsam bolam oldingizda bo'lib qolmayin. Mayli. Erta men bolamdan qaytsin, bir kun kelib men ham kimgadir yaxshilik qilaman deb qaytaraman degan maqsadda ushbu to'yni boshladi. Bizni to'yimizga o'sha qo'llab-quvvatlagan, yordam tekkan barcha yaxshi insonlarga. Bobojon o'z kanali ana shu yaxshi insonlarning kanali. Men bu kanalni ochganman chunki sizlar uchun video tayyorlayman. Shu uchun hozir qancha gapir